Assalomu alaykum YouTube chorva ishqibozlari, Dangal savdo YouTube kanalimizning obunachilari. Bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan shartli shunaqa toza zotli, toza chorva ishqibozlar. Qatnashchilarga sizlarga bugun 4 bosh Greyfordni 100 taliklar, 100 talik xonajin qochmaga yaqin Cholilardan chiqdi. Dehqonxonada turibmiz. Farg'ona viloyati Uchko'rik tuman Guliston qishlog'idan obzorni Cholisini qilib beramiz sizlarga. O'sha mashhur zotmonlo makonidan Greyfordlar chiqdi bu safar. Obzorni chiroyli qilamiz, narxlarni bomba qilib yaqin chiroq etib beramiz. Bu mollar bilasizlar, asosan go'sht yo'nalishida, endi sutda ham yaxshi. Endi rivojlanishni boshlayapti, asosan go'sht yo'nalishida hisoblanadi bular. Lekin mollar haqiqiy orqa ketdi, korobkalar juda zo'r. Mollarimiz Rahmat akamizning, Rahmat aka, Abdurahmon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qalaysan? YouTube'ga so'rashib qo'yamiz endi. So'yimsiz? Rahmat. Xo'p, 100 taliklar kelib qolibdi endi. Xudo xolasa shuni. Xudo xolasa. Bo'ylar 120-25 atrofida. Pachkachalar 20 plyus deylik a. Mana. Arqa ketlarni ko'rsatib o'raman sizlarga, sizlar o'zlaringiz bahoni berasizlar. Yo'qsa ma'qul kelsa, baquvchimi? Xo'p, zot olaman degan odam bo'laman, farqi yo'q. Ekosiga ham tushaveradi, lekin sut yelillari ham, koroblar arqa ketdi, soskalari ham joy-joyida ekan. Mana haqiqiy tozalar ekan, xudo xolasa. Mana pachkachalar. Tirik besiga ham 300 kg atrofida aylanlaveradi, bemalol. Mana. Yuraveramiz. Qo'ng'ir sochli mana. Greyfordlarimiz. Xo'p. Rahmat aka, nima deymiz? Narxlarni aytishni boshlaymiz. Yur, tepaga chiqib olaveramiz. Xudo xolasa endi narxlari endi 26,5 dan deyapmiz. 26 dan bittadan olganga savdosini qilib berasiz. Qilib beraveramiz. Hozir optimum etamiz. Mana taylarni bitta ko'rsatib oling, 10 kelib qolgan soskalarni ko'ryapsizlar. Endi zot olaman, ko'paytiraman deganga ham endi ko'rsatamiz. Chunki Greyford bu tug'ilish uchun Greyforddan tug'ilgan bular ham. Bular ham suti ham katta bo'lgan mollar. Yugurib olaversin. Voy joni, ana sog'lom. Sog'lomligi o'ynab turganligidan ma'lum mana sizlar. Mana sizlar. Joning sog' bo'lgunlar. 26,5 deyapsiz. 26 ham deyapmiz. Ha. Bir joy olganga ham sal yengil qilib beramiz. Vash yo'li bo'ladimi, ha? Yo'li bo'ladi. Bir joy olganga nechi pul deymiz? Ha, boy aka. Bir joyami? Bitta yetingchi. 105. Baquvchiga yeting. 105 million. 105 million. Mana akalar to'rttasi 105 million deyilyapti bir joyga olganga. Xo'p, yana so'raymiz hozir. Kamini bitta yopishtirib yetmasa bo'lmaydi menimcha. Adar to'g'rilab yetib qo'ysakchi. Voy aka, nima deysiz? 100 million deylik a? Nima deysiz? Ha, ishqivoziga baqaman deganga, baqish bor hali buni. Ha, 100 millionga bitta nima qing? Kelishamiz. Ha, kelishilaveradi. 100 millionga mana sizlarga bir joyga olganga 25 dan aynaveradi. Ishqivozi yoqqan bo'lsa, ishqivoziga jo'natinglar. Mana buqa olaman, Greyford Novos olaman deganga ham xonajini ham tushaveradi, xolasa. O'sha effektni, o'sha semirishda o'sha nimani foydani beraveradi. Bexijolat mollar. Sog'lomligi mana ko'rib turibsizlar. 100% ha, joning sog' bo'lgunlar. Mana sizlar. Mana tamasha deydi-yu qozoqchasiga. Ana joningiz. 120-25 atrofida Greyford xonajinlarni, soskalarni ko'rsatamiz. Zo'r akalar. Olaman deganga ichida dir bo'ladi. Bitta olsa ham, ikkita olamiz, to'rtta bitta olamiz, kelishilaveradi, savdosini qilib beraverasiz, xudo xolasa. Qilaveramiz. Dastlabkalari o'rtacha qo'shni rayonlarga bor. Bor. Ha? Ay kelishilaveradi, uzoqroq bo'lsa kelishiladi, yo'lida qilinadi, yo'lida. Hamma narsa dogovorga bog'liq, mana aka. Ay joning sog' bo'lgunlar. Joning sog' bo'lsin. Ko'rib olaveramiz. Greyford 100 taliklar akalar, 100 taliklar. Ha. Kellalar, tuxum kellar. Qo'ng'ir sochli, to'q qizil to'q jigarrangga yaqin mollarimiz, soskalar hammasi ko'ndi deb o'ylaymiz. Yaqinlashsa qochib ketib qolyapti, sekin soskalari katta-katta bo'lib yaxshi bo'lib turibdi. Aloqaga nomerlar aytaveramiz, Rahmat aka. 91lik. 91lik 737 737 58 88. 58-88 aloqaga chiqasizlar. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani. O'sha mashhur Guliston qishlog'idan Greyford xonajin 100 taliklarni obzorini qildik. Aloqaga chiqinglar, ishqivoziga jo'natinglar, ko'rsin, kommentariyada fikrlar yozinglar. Xudo kami bor aka, yana akalar, yana xayri, savdosi bo'ladi, sunnat hamisha bo'ladi. Magazin narx bo'lmaydi hech qachon. Endi zot olaman deganga ham zo'r, qaytaramiz. Baqaman deganga ham o'ta zo'r variant. Mana aka.
tez hunarchilar tez semiradi. Tez yetiladi, zo'r. Xo'p, shoshilamiz. Yaxshi kunlarda, yaxshi joylarda shunaqa bir toza mollar videosini yonida ko'rishib oling. Layklar bosamiz, kommentariyada fikrlar yozib qoldiring. Sog' bo'lamiz, salomat.